oz-ozdan siyish anaqa bo'lib 70% qolib ketyapti ekan. Davleniya men o'sha yerda uyqularim bezovta bo'lib, ishtahalarim ham yo'qolib ketdi. Yolmasa qiynalib dunyo qorong'ilashib ketdi. Unisi unda, bunisi bunda, operatsiya qildirmang degan nimalar ham juda ko'p bo'ldi. Hozirgi yangi texnologiyalar bo'yicha operatsiya qilindi. 80 ga kelgan bo'lsa ham 25 yil, 30 yil yashayib ketganga o'xshadimda o'zi. Biz o'zimiz kutgandan ham ziyoda ishlar bo'ldi. Roziman senlar ham mendan rozi bo'l degan gaplar ham qildi. Uni kelishganlar darrov operatsiya qilolmaydi ekan. Hamma yo'q mukammal bo'lgandan keyin qilinadi. Bunaqa ravon ketmaydi-da, lekin operatsiyadan qo'rqmaslik kerak. Men shu CV to'planish hisobiga organizmimni zaharlab bergandim. Safarlarga bordik, umralarga 3-4 marta borib kelgandan keyin tahorat tushlar qiyinchilik bo'ladi, noqulayliklar bo'ladi. Oxiri bo'lmagan joyga qolmadi. Yangi texnologiyalar kelib qoldi. Boshlig'ini anaqa qiynamaymiz deb shu lazerda qildi, Allohga shukr. Shashti bolatlari yana hayotga qiziqishi bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bugun fayzli bir xonadonga tashrif buyurdik. Sababi bizning Sog'lom avlod klinikasida urologik operatsiya bo'lib chiqib ketgan Hoji tog'ani uyiga tashrif buyurdik. Maqsadimiz bizning klinikada shunaqa bir odat yo'lga qo'yilgan. Yaxshi odat kasallarda bizda davolanib chiqib ketgan va operatsiya bo'lgan kasallarni xonadoniga tashrif buyurib, hech bo'lmaganda telefon orqali holidan xabar olib turiladi. Shu maqsadda tashrif buyurdik. Hoji tog'a, bu ozgina bo'lsa ham bizning klinikamizning nomidan. Rahmat sizlarga dard ko'rmasin. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Rahmat. Butun klinika jamoasidan sizga salomlar yo'llashdi. Sog'ligi haqida bir xabar olib, intervyu olib kelinglar dedi. Bir qator o'zingizni tanishtirsangiz tomoshabinlarimizga. Men Abdurazaqov Olimjon. Yoshim 80 yoshda. U Xo'jaobod tumani Beshkaram mahalla yig'in hududida yashayman. Bu meni kasallik boshlanganiga 6 yil bo'ldi. 6 yilning ichida birinchi Prostamol Uno degan dorini 1-2 yilcha ichib yurdim. Uni ta'siri ham borgan sekin anaqa ta'siri pasayib borar ekan. Keyin bu shunaqa bu holat bo'lgandan keyin Sog'lom avlod klinikasiga bir murojaat qilib, shunaqa bo'lyapti, mana dori ichib yurardim. Shu hozir sekin ta'siri bo'lyapti. Shuni nima qilsam ekan degan maqsadda urologiya bo'limiga murojaat qildim. Bu yerda bolalar Tursunboy degan bir doktorimiz bor ekan, u ko'rdi. Yana UZI qilishdi. Keyin o'xchabaligi qancha nima bo'lyapti, qanchasi qolyapti, shuni Qoldiq siydiqlar hammasi. Qoldiqlarni o'lchab qilgandan keyin hozircha bu dorini nimasini o'zgartirib, dozasi boshqacha dori yozib beramiz. Shuni ichib kuzatib borilaveradi. Yana keyin yana bir muammo bo'lsa yana bir uchraysiz dedi. Shunaqa qilib u dorini keyingi Omni degan doriga almashtirildi. Omni degan dorini ham bir 2 yil ichib yurdim. Uni ham ichib yurdim, u ham sekin tusaya boshladi. Keyin yana bordim. Yana bordim, yana ko'rishib, hozircha unaqa operatsiya bo'ladigan holatda emas ekan. Yana dorini o'zgartiramiz. Uni o'zgartirgandan keyin bir ko'ramiz dedi. Yana u dorini ham Tamsol degan dori ekan. Uni ham bir 2 yilcha ichdim. Ichib u ham sekin ta'siri ozayib boraverdi. Organizmimiz u doriga o'rgangani hisobiga o'sha ta'sir bo'lib borib, keyin yana uchrab, yana borishga majbur bo'ldim. Borganimdan keyin endi dedi, tog'a dedi, bu borgan sari anaqa bo'lyapti. Bir tekshirib dedi, tekshiruvlar o'tkazaylik dedi.
balkim dedi operatsiya qilaveramizmi degan maqsadlarda gapirildi. Bu yilgi yangi yil arafalarda yangi yilga o'tgan mahalda sekin sekin borgan sari siydim tutilib hojatga chiqish ko'payib boraverdi. ko'payib yana oz-ozdan siyish anaqa bo'lib qoldi. Og'riq Og'riq ham bo'ldi. Juda qiyin. Hatto uyqularim ham bezovta bo'lib, uxlolmaygan vaqtlarim ham bo'ldi. Yana qaytib bordim men shu yangi yil arafasida. Borganimdan keyin endi dedi bo'lmabdi. Hozir dedi 70% qolib ketyapti ekan. Bu siydik keyin organizmga ta'sir qilib, zaharlab ham davleniya ham oshirdi, uyqularim bezovta bo'lib, ishtahalarim ham yo'qolib ketdi. Shu bitta kasallik даже hamma organizmdagi nimani buzar ekan. Buzgani aniq bo'lyapti-da, boshimdan o'tkazyapman buni. Hozir analizlar bitib, narigi nima muolaja qanaqa bo'lishi hamma analizlarni topshirib, ukollar beldan buyog'iga pasini qilib qilamiz. Hozirgi yangi zamonaviy nimalarda qilamiz dedi. O'shingacha dedi kindik ostidan dedi kateter qo'yib turamiz deyishdi. Kindigim ostidan kateter qo'yib qo'ydi. Orada bir hafta, bir 10 kuncha analizlarda hammasini topshirib olgandan keyin 22 yanvar kuni keyin meni operatsiyaga shu kuni bo'ladigan bo'ldi, operatsiya qilishdi. Operatsiyani nihoyatda chiroyli, yaxshi, hozirgi yangi texnologiyalar bo'yicha operatsiya qilindi. Operatsiyalar juda yaxshi o'tdi. Hech qanday og'riq, hech qanday sezganim yo'q. Bir narsa biri yorilgan yo'q yoki bo'lmasa birga tekizilgan yo'q. Shu juda chiroyli qilib operatsiya qilindi. Endi buni oldin operatsiya qilishdan burun unisi uda, bunisi buda, operatsiya qildirmang degan nimalar ham juda ko'p bo'ldi. Lekin ularga quloq solmasdan yoshim 80 ga kirgan bo'lsa ham men shu 5 kun bo'lsa ham umrimni chiroyli o'tkazay degan maqsadda operatsiyaga rozi bo'ldim. Operatsiyani qilishdi. Operatsiyadan keyin o'zi 3 kunda javob berar ekan. Menga yoshim sal o'tib qolgan uchun, yo'q, hozirda siz yoshingiz jicha o'tib qolgan. Hech bo'lmasa 2 kun ko'proq yotib, bizni nazoratimizda bo'lib turing deb 5 kun bo'lganda dedi, dushanba kunida keyin javob berishdi. Operatsiyadan keyingi jarayonda Oshto'g'a gapingizni bo'ldim. Qandaydir og'riq, bir qiyinchilik, unaqa narsalar bo'lmadi? Yo'q, operatsiyadan keyin hech qanaqa og'riq. Men hatto bu endi gapirmasam bu iloji yo'q. Bunaqa siyishni hayolimdan ham chiqarib yuborganman, esimga ham kelmay qolganda shunaqa bo'lgan. O'sha napori yo'q, hamma yo'q o'rniga tushdi. O'rniga tushib, nihoyatda juda yoshligingizdek. Yoshim 25 yil, 30 yil yashayib ketganga o'xshadimda o'zi. Shunaqa bo'lib xursand bo'ldim, xursandchilik bo'ldi. Juda yaxshi o'tdi operatsiyalar. Men demoqchimanki, bu hozirgi mana hozir bu oldingidagi texnologiyalar, bunaqalar u ko'z oldiga kelib, hatto yon boshiga bakalashkalar osilib yurilardi. Unaqa narsalar ham yo'q. Ertasi kunga o'sha kateterlar ham olinib, hamma yo'q, chiroyli joy-joyiga tushib, shunaqa bir qanaqa bo'ldiki, holat buni til bilan ham gapirib kutmagandingiz bunaqa bo'lishini. Biz o'zimiz kutgandan ham ziyoda ishlar bo'ldi. Juda xursandman. Bu yerdagi doktorlardan, hatto bu qarab turgan sanitariylar har bir 5 minut, 10 minutda kelib xabar olishib turadi. Hozirgi ahvolingiz yaxshimi? Nima bo'lyapti? Bu og'riq yo'qmi? Deb davlenalarda o'xshashib juda chiroyli xizmat ko'rsatishdi. Xizmatdan juda mamnunsiz. Xizmatdan beqiyos mamnunman, juda xursandman, juda rahmat. Yana keyin bizni tomosha qilib o'tirgan odamlarda shunaqa narsa o'ylaydiki,
o'zida hozir siz o'zingizda bo'ladigan qiyinchilik shunaqa narsalarni aytib o'tmasangiz bu narsani tushunmaydi. Birinchi o'chirda operatsiya bo'lishdan oldingi yillarda misol uchun safarlarga chiqib qolishingiz bor, albatta. to'y to'rkunga chiqasiz, janoza bormi, misol mana yoshingiz katta, bari ehsonlarda yurasiz. O'ta o'ylanib hisob kitobli bo'lib qolasizda уже tahoratga mana. Tahoratlar buzilib qo'yishlarda bunaqa narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'lib juda bir nima bilan o'tardikda. Qiyinchilik bor. Hozir mana bugun masalan 22 yildan bo'lsa necha kun bo'ladi? Bir 20 kuncha bo'lib qoldi. 15-16 kunmi bo'ldi. Hech qanday og'riq, bunaqa narsa sezilgan yo'q. Hayot bu shunday doimiy tarzda ketyapti. Hech qanaqa bu boshqa bir nimalar yo'q. Juda hech kim, men shunday tavsiya qilamanki, yoshim 80 ga kirgan bo'lsa ham operatsiyani shuni o'tkazdik-ku. Shu boshiga shunaqa meni kunim tushgan ular bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib urologiya bo'limiga uchrab, uni kelishganlar darrov operatsiya qilib yubormaydi ekan. Tekshiruvlar o'tkazib, analizlar topshirilib, hamma yo'q mukammal bo'lgandan keyin qilinarkan. Bo'lib ham hozirgi zamonaviy texnologiya bo'yicha lazerda operatsiya qilishdi. Juda men mamnunman, juda xursandman. Ko'pchilik o'ylaydiki, shu simptomlar bilan, shu kasalliklar bilan keldimda sразу operatsiya qilib yuboradi deb o'ylaydi. Mana o'zingiz aytdingiz, oldin meni 2 yillab davoladi, oxiri iloji qolmaganda eng so'nggi nimada operatsiya qilinadi. Imkon darajasida davolashlik harakat qilinadi. Davolar aytapman, nimalarni almashtirib, tabletkalarni almashtirib, moslashtirib, shuni aytapman, 3 marta tabletga almashtirgan bo'lsa, har birida 2 yildan ta'sir qildi. Keyin 2 yildan keyin ta'sirini yo'qotgandan keyin o'zgartirildi. Oxiri mana 6 yil davolanib, bu anaqa bo'lgandan keyin endi iloji yo'q. Hatto tepar tutilib qolib, juda xijolatda qoldim. Qolganimdan keyin endi o'sha operatsiya bo'lgunga qadarlikka ham kateter qo'yib turishdi. Kateter bilan bir yaxshi 3-4 kun bu analizlar o'tog'icha yana davolanib o'zimga kelib olganimcha yaxshi muolajalar qilib, undan keyin operatsiya qildi. Unga juda u hamma avval kelishingizga operatsiya qilib yubormaydi ekan, unda ham o'zini yo'li bor ekan. Hamma narsani o'zi tekshirib, ko'rib, hamma osmona meni o'zimni nimam to'g'ri keladigan bo'lsa, men narkoz deylar ekan, narkoz ko'taradimi, ko'tara olmaydimi, shunaqalari ham bo'lar ekan. Har tomonlama rosa tekshirib, chiroyli tekshirgandan keyin yana operatsiya qiladi. Birinchi boshlanishida demak buni simptomlari hojatga ko'p chiqishlik. Bilmaganlar uchun ma'lumot, hojatga ko'p chiqishlik, siydik tutolmaslik. U hojatga ko'p chiqishdan tashqari ham u kirgan mahallingizda bunaqa ravon ketmaydi-da. Yana qolib qoladi. Yana qolib, oxiri yana уже bir ozmuncha o'tgandan keyin yana u organizmga ta'sir qilib zaharlab borar ekanda. Shunaqalarni ham boshimizdan o'tkazdik. Asosan meni tushunishim bo'yicha 50-60 yoshdan keyin ko'proq uchrar ekan. Bu yosh. Bir yoshlarga bir tavsiya bersangiz, yoshligingizda hatto men ko'rgan yoshlarda ham buyragida tosh bo'lib qoladi ekan. Manaqa siydik tutilishlar bizdan yosh bor odamlar ham buyurdi. Yoshlarda ham uchrayapti. Yoshlarda ham uchrab turibdi. Ularga ham tavsiyam shuki, yaxshi ko'zini tekshirtirib, bu operatsiya zarur bo'ladigan bo'lsa, operatsiya qildirishga moyilligi bo'lsa, qilishga men roziman. Asosan yosh kattalarda endi yosh kattalar ko'pi pensiyaga chiqqan, ishga chiqmaydi. Bir farzandlariga bir o'zingiz tavsiyalar berib qo'ying, bu otanglarni qiynamasdan ko'rsatib vaqtida. Shuning uchun aytyapmanki,
asosan farzandlarda olib borib yetalab yuradigan. Olib borib ko'rsatsin. Ko'rsatgandan keyin u yerda aytyapman, shunday maslahatli qilib, sekin hamma yo'lda tekshirtirib, ko'rib, bilib o'zini ahvolini rosa obdon o'ylab turib, keyin qilinadigan narsalar. Lekin operatsiyadan qo'rqmaslik kerak. Operatsiyadan keyin bo'ladigan bo'lsa, masalan, ertasiga ham bilintirib qo'yish mumkin. Hozircha mana bizda hech qanaqa muammo yo'q. Juda zo'r, ko'rib xursand bo'ldik. Rahmat. Juda Doktorlar ham qo'li dard ko'rmasin. Rahmat doktorlarga ham. Shu hamma sog'lom avlod klinikasini mutasaddilariga hammasiga katta rahmat. Rahmat. bo'lmasam bir chiroyli duo qilib bersangiz, undan keyin nimamizni yakunlasak. Parvardigoro, hamma bizga qaragan doktorlarni qo'llari dard ko'rmasin. Sog'lom avlod klinikasini yurgizishda juda mana hozirgi texnologiyalarni yo'lga solib, odamlarga yaxshiliklarda bo'lishligini, odamlarni bunaqa kasalliklardan xoli bo'lishligini ko'rib, hamisha yaxshilik narsalarni qilib, ishlarni yaxshi yo'lga qo'yib olib boryapti. Bundan buyoqqa ham chiroyli mana shu kunlarda ro'zi nasib aylasin, qo'llari dard ko'rmasin, hamisha salomat el yurt xizmatida Allohu akbar. Siz ham ko'p yillar farzandlaringizga bosh bo'lib, mahallani boshi bo'lib, uzoq yashashingizni niyatidamiz. Rahmat katta. Mana hozir Olimjon Xo'sh tog'amizni samimiy suhbatlarda bo'lib chiqdik. Endi Erkinjon akamiz, Olimjon akamizning o'g'li. Haligi o'zim farzand sifatida aytaman, Allohga shukr, ota-onam hayot. Ota-onamda bo'layotgan holatlarni sezib, og'riqlarni sezib turib aytyapmanki, bir tushuncha bersangiz, qanaqa holatlar kelib chiqib, qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi, Xo'sh tog'ani nimasida, sog'ligida qayerlarga uchradingiz, oxiri keyin qayerdan topdingiz? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Avvalo, xush kelibsizlar. Biz xonadonga rahmat katta. Doim ishlar ilgari qilsin. Bizni dadam shu kasallikni 6 yildan beri boshidan o'tkazish boshlangandan beri juda ko'p joylarga murojaat qildik. Keyin o'zimiz doktor sohasida shu tavnaqadamiz. Bolalarim ham doktor yo'nalishda. O'zimizda alohida klinikamiz ham bor. Bizni nevrologiya, kardiologiya bo'yicha shu Xo'jaobodda nevrokard deb больницamiz bor. Asosan dadamga, onamga ham juda bir e'tibor bilan qaraganmiz-da. Endi salomatchilik birinchi o'rindaligi uchun ota-onangizga baribir qandaydir o'zingizni sig'dira olmay qolasiz ekan. Qayerlargadir olib bordim endi. Qayerga borsak, dadamni organizmlarini mana UZI qilyapmiz. Keyin MRTlar qilib ko'rdik. Hali o'zini ichki organini polni tekshirtirishmasan. Tekshirtirsa sog'lom chiqyapti-da. Lekin qandaydir shu birdaniga dalina sochadi, o'zini nima qilib qo'yarga joy topolmay qiyinchiliklarni ko'rdim. Oxiri Tursunboy do'stim bo'ladi. Do'stimga olib borsam, shu bir ko'rib beringchi desam, shu yerda ozgina CD to'planib qolyapti ekan do'stim. Shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin. Endi sekin lekin operatsiya qiladigan holat yo'q ekan. Baribir davolab ko'raylikchi dedi-da, lekin dorilar yozib berdi. Uni muntazam ichib turdi dadam. Shuni hisobiga yana ozgina yaxshi bo'lgan bo'ladi. Yana o'zgarish olib ozgina bir 5-6 oy o'tgandan keyin yana shu qiyinchiliklar bo'lib qoldi. Safarlarga bordik, umralarga 3-4 marta borib kelgandan keyin hali uyatlarda ham ancha-muncha hali baribir tahorat ushlab turishlar qiyinchilik bo'ladi, noqulayliklar bo'ladi. U yerda ham baribir endi namoz boshlanayotgan vaqtda yana tahorat yetish kerak. Shunaqa qiyinchiliklarni boshdan o'tkazgandan keyin yana murojaat qilib, do'stim manaqa bo'ldi deb hamma aytganimizdan keyin endi bir oshna bu kattaroq bo'lsa yo bir qiyinchilik bo'lsa keyin qilsak bo'ladi. Xo'sh tog'am ham yoshi katta bo'lib qoldi. Qiynab qo'ymasmikinmiz degandan keyin o'zimiz ham to'g'ri Tursunboy ham bekor qilgan ekanmiz. Shunda qilib Xo'sh tog'am duosini olganmiz. Yaxshi ekan dedi-da keyin operatsiyadan keyin. Keyin endi mayli Alloh aytgan shu ekanda deb keyin shu yangilar apasida siyolmasdan qiynalib dunyo qorong'ilashib ketib, bir
hali xayr ma'zirga bordi dadam qo'rqitib bizni. Endi qayerga borishimizni bilmaymiz. Shu mahalla safar bo'lib qoldi, safarda bo'lib qoldik. Dadam bu yerda ozgina qiyinchilik bo'ldi, Tursunboy keyin do'zim bir qiynalib qoldi. Endi Hoshto'g'amcha salomatchilikni tiklab keyin qilaylik deb turib, bu yerdan kateterni chiqarib qo'ygandan keyin sal o'ziga kelishni boshladi. Keyin bu yoqda o'tim og'riyaptimikin deydi, oshqozonim og'riyaptimikin deydi. Opa dadamiz rahmatli, dadasi shu oldin shu 75 yoshida qizimonga oshqozon yo'llarida rak bilan og'rigan ekanda, shu bahani olamdan o'tgan ekan. Endi shu bahana bo'lib dadam meni otam boshiga tushib qoldi. Boshidan endi bolam men roziman senlardan, senlar ham mendan rozi bo'l degan gaplar ham qildi. Oxiri bormagan joyim qolmadi. Oshqozonlarni ham tekshirtirdim. Oshqozon sarsanga kirsa ham ichga yutib bering dada deb ichga yutkizdirdim. Yutkizganimdan keyin hamma yo'q zo'r chiqdi. Oshqozonida ham bir hech qanaqa bir aybi yo'q, bir kasallikka bir niqasi yo'qdi. Oxiri lekin Tursun mana shuni qilaylik, do'st zo'r bo'lib qoladi Hoshto'g'am deb. Lekin men tayyorman, nimaga bo'lsa eng yaxshi, eng zo'r niqasida qildirib o'z bosh-qosh bo'lasiz desam bo'ldi oshni deb. Lekin yangi texnologiyalar kelib qoldi. Hoshto'g'am yo'naqa qiynamaymiz deb shu lazerda qildi. Allohga shukr. Operatsiyalar ham yarim soatda, 1 soatga qolmay chiroyli o'tdi. Operatsiyadan keyin ham bir qiyinchilik bo'lmadi. To'g'ri bir kun o'tishi qiyin bo'lar ekan endi katta odamlar. Narxozlik hisobiga ham ozgina nima ko'ngillanishlar, anaqalar bo'lib, undan keyin shu ko'ngillarida ravshan bo'lib, faqat oldinga qarab ketdi. Bir kun ichida уже hali men doim yonidaligim uchun bildimda endi o'zgarishlar. Hali yoshlikdagi chaqaloq ham gul bo'lar ekan, odam qariganda ham Alloh shunday yaratib qo'ygan ekanki, qari odam ham gul bo'lib qolar ekan. Bir pasda so'nar ekanda, so'lganda ko'rsangiz, hali rahmisiga egizlar. Birdaniga yana gullab, yana 2 kun ichida bashi sira chashti balatlanib yana hayotga qiziqishi bo'lib, hammani turnindan didigan qilib shashti deb qoldi desak ham keyin yo'q, yaxshi Allohga shukr. 3 kun 4 kun o'tishiga hamma yo'g'i joyiga tushib, operatsiyalarini ham yaxshi o'tkazdi. Undan keyingi holatlar ham ovqatlar yemay qo'yuvdi. Endi uyda nima yashirin ovqat qilsak qilaylik, nima yeysiz deysizda baba ota-onaga, ko'ngliga qaraysiz. Endi nima qilsangiz ham jiddida ko'ngli aynib qaytqon qilib yubormaydi. Bir o'zgarish qiyin bo'lar ekan. U endi shu CD to'planish hisobiga organizmni zaharlab berganda, bunday o'ylab qarasak, mana davleniyasi, davleni ko'tarilish, oshqozoni, shu o'tini o't suyuqligi ham yaxshi bermay qo'yar ekan. Ashuni hisobiga bir odamda ko'ngli ayni xossizlanib, davleni oshib, ashuni hisobiga o'zidan hushidan ketib qoladigan darajalar bo'lib qoldi. Birdaniga shu bilan shu CD yo'li yaxshi bo'lib shunday nima bo'lgandan keyin hamma joyiga tushib, Allohga shukr, mana shu 15 kun 20 kun bo'layotgan bo'lsa, zo'r holat, kundan kun yaxshi holatda. Rahmat hamma doktorlarga qilgan mehnatlariga, Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Bundan buyog'ida ham ishlariga rivoj bersin. Rahmat katta. Doim biz ham mana shu sohadamiz. Shu odamlarga yaxshiligi tegib, bir odamlarni xursand qilib, duosini olib yurgani eng yaxshi fazilatli ish deb o'ylayman. Barchalarga rahmat, katta qilayotgan ishlarga Alloh baraka bersin hammamizga. Rahmat. Mana ko'rdinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Asosan bitta bu siyishda napor yoki shu kasallikning orqasidan oshqozonda mana Hoshto'g'amiz aytib bergandek, oshqozonida уже qayd qilishlik, hazm jarayoniga ham, o't tufagi, даже davleniyasi ham shunga bog'liq ekan. Birinchi o'chirda farzandimiz, men ham o'zim ham farzandman, eng zo'rlarini ota-onamizga aytamiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin, shunchalik qilib qarab, nima qilib turganingizga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizni Sog'lom avlod klinikasida yana takrorlab aytaman, eng so'nggi texnologiyalar asosida operatsiyalar va hozir ayniqsa aytib o'tishligim zarur. Hozirda mana ro'za Ramazon oyi munosabati bilan barcha urologik ko'ruvlarga 4 xil ko'ruv bor, ko'ruvi va
urologlarni maslahati hamma yo'g'ini shu Ramazon oyiga besplatniy qilib qo'yish. Aksiya e'lon qilib Ramazon oyiga shu xalqimizni salomatligini o'ylagan holatda hammanglarga rahmat. Bizni kuzatib turinglar. Sog' bo'ling. Rahmat aka.